shuncha mehnatga bitta like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sizdan ishlamak ketmaydi, bizga motivatsiya bo'ladi. Bugun biz sizlarga Koreyadan kirib kelgan iPhone va S modellarida iloji boricha narxlarini arzon qilib, arzonlarni qilib beramiz. Bizni nazarimizga so'rayotganimiz uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri sentrida joylashgan Xonaqoh masjidi ro'para telefon magasini xohlovchilar kelib olsalar bo'ladi. Bunda biz boshladik. 17 Pro Max juda ham ko'p mijozlarni so'rayapti. Seriozli qora svetda 256 xotiraga ega simlari o'tgan 100 yomkiz atagi 20-25 marta zaryadga olgan holati zo'r bo'lganini eng arzon narxda $765 ga qo'yib beramiz. Foydalanib oling, xudo xolasa bunaqa narxga topolmaysiz. iPhone 16 ni o'zidan bo'lsa deyotgan mijozlarimiz uchun qora va oq svetda 256, 90 va 88 yomkiz 128 va 200 holatlari zo'r holatda simlari o'tgan bo'ladi. Koreya region narxlari $650. Undan tashqari 15 ta o'g'ri so'rayotgan mijozlarimiz uchun holatlari yaxshi bo'lgan, faqat ekranini dekorativ kamerani tashqi tomoni sal qirilib qolgan. Bu qolgan joylari yaxshi holatda 86 yomkiz 128 talik $500 ga qo'yib beramiz. Manfaatli bo'lsa olib foydalaning. 14 so'rayotgan mijozlarimiz uchun 3 xil svetda simlari o'tgan, holatlari yaxshi bo'lgan smartfon 128-85 yomkiz 128 xotira 76 yomkiz radnoy o'ziniki ko'tarilmagan, ochilmagan telefon 80 va 128 xotiraga ega narxlari sizlar uchun $375. iPhone 13 ta o'zini so'rayotgan mijozlarimizga 76 yomkizda ochilmagan blue svetda faqat kameralarni tashqi tomoni sal qirilgan bo'ladi. Buni narxini $315 qilib beramiz. 11 Pro so'rayotgan mijozlarga 11 Pro olib kelib kelganmiz. Bir donangni batareykalar 80 dan baland bo'ladi. 64 xotira oq svetda simlari albatta o'tgan, ikkita sim kartani bemalol ishlasalar bo'ladi. Narxlari $165 ga foydalanib qo'ying. Xudo xolasa zo'mda. Undan tashqari bizga 13 ta o'zi kirib kelgan iPhone 13 ta karoka dokumentlari ham bor. Bu smartfonimiz xuddi yangidek, ochilgan, bir hafta 10 kun ishlatilgan va 27 sikl 100 yomkiz. Narxlari $390 ga olib bemalol ishlasalaring bo'ladi. Karokalari ham bor. Undan tashqari 16 Pro Desert svetda e'tibor qiling. 94 yomkiz 128 simlari o'tgan, karokalari ham bor. Buni narxini $785 ga qo'yib beramiz. Foydalanib qoling. 16 Max so'rayotgan mijozlarimiz uchun ham simlari o'tgan 95 yomkiz 256 xotiraga ega, birorta joyda petno nuqtasi yo'q, tiniq bo'lgan smartfon. Buni narxini $830 qilib beramiz. Olib foydalansalaring biz xursand bo'lamiz. Xohlovchilar bo'lsa, Telegramdan yozsalaring, vaziyatga qarab, tushadigan joyi bo'lsa, yana ham tushib beramiz smartfonlarni. Aytilgan narxga emas, misol imkoni bo'lsa, qo'limizdan kelsa, aytgan narximizdan yana ham tushib berishga harakat qilamiz. 17 Air ga o'xshagan, juda ham ingichka bo'lgan smartfon, e'tibor qilinglar. Hatto simchalarimdan ham ingichka 25 Edge smartfoni 512 operativga 512 xotira 3900 Max simlari o'tgan, ikkita sim kartani bemalol ishlasalar bo'ladi. Koreya region sizlar uchun $625 ga chegirma narxda qo'yib beryapmiz. Buni ikkinchi telefon qilishasizlar, maza qilasizlar. 24 Ultra ni Vietnam varianti bo'ldi so'rayotganlar uchun bir donagina olib qo'yganmiz. Holatlari tiniq holatda, sim kartalari ikkita. Primo ikkita sim karta tushadi. Qora svetda 12 ga 256 dan biriga GM8 3 protsessor bilan jihozlangan, e'tibor qilinglar. Buni narxini biz sizlarga $610 qilib beramiz. Koreya region so'rayotganlar uchun Snapdragon 8G 3 protsessor bilan jihozlangan qora svetda 2 dona. 5000 Mach 12 ga 256 bo'ladi. Natural xohlovchilar uchun naturali ham bor mana. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Petno nuqtasi bo'lsa narxlardan yana o'tib beramiz. Simlar albatta o'tgan bo'ladi va gold svetidan ham bor. E'tibor qiling. Buni narxlarini $600 dan $620 gacha bemalol olsalaring bo'ladi. Xudo xolasa, imkon bo'lsa yana ham tushib beramiz. 23 Ultra so'rayotgan mijozlarimiz uchun 512 va 256 holatlari yaxshi holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q bo'lganlarini Snapdragon 8G 3 protsessor bilan jihozlangan, simlar albatta o'tgan, 5000 Mach bo'ladi. Bitta sim karta, bitta eSIM tushadi. 512 talisini $515 qilib beramiz. 256 talisini $500 gacha olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari 2 dona oq
va bir donagina green svetidan ham bor. Xotirasi 256 bo'ladi. Narx-navolar ham qanday qimmat emas, $500 birorta joyda o'sha aytganimdek petno nuqtasi yo'q. Petnosi bo'lsa, yana tushib berishga harakat qilamiz. 23 Plus o'zidan so'rayotganlar uchun Snapdragon 8 Gen 2 protsessor 4500 Mach 8 ga 256. Holatlari yaxshi holatda, narxlari $325 beramiz. Bittasi bitta esim o'tgan. 24 Plus juda ham hozir hadovoy bo'lyapti. 4 xil svetda bor. Exynos 2400 protsessor bilan jihozlangan 12 ga 256 4 xil svetda bor. Holatlari yaxshi holatda. Petno nuqtalari bo'lsa, shu berishga harakat qilamiz. Narx-navolari $425 dan bemalol olsalaring bo'ladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul bo'ladi. 23 ta o'zini so'rayotganlar uchun 12 ga 256, 8 ga 256 va 8 ga 512 targalaridan bor. 4 xil svetda. Holatlari yaxshi bo'lgan. Snapdragon 8 ga 2 protsessor bilan jihozlangan. Protsessor ham juda ham kuchli bo'ladi. Hammaga birdek yoquvchi oq sveti. 3900 Mach. Onajonlarimiz, opajonlarimiz uchun rozoviy sveti ham bor, pink ham deyiladi va 512 talik qora svetda bor. Narxlari $295 dan $320 gacha qilib beramiz. Bemalol biz bilan bog'lanib, o'zingizga ma'qul kelganini xarid qilsangiz bo'ladi. S22 qora svetda. Xo'p, 8 ga 256. Bir donagina Snapdragon 8 Gen 1 protsessor bilan jihozlangan bo'ladi. Mekalar ofitsialni o'tgan. Narxlari $245. 21 dozadan so'rayotganlar uchun 21 smartfonlardan olib kelganmiz. Holatlari yaxshi holatda. 8256 4000 Mach $199 dan bemalol bizdan olsalaring bo'ladi. 21 Plus olib qo'yganmiz. Yaxshi holatda, xudo xolasa. Birorta joyda ayb nuqsoni yo'q. Mekalar ofitsialni o'tgan seryozni qora svetda. Buni narxini men sizlarga $225 qilib beraman. Va ingichka bo'lsin, ixcham bo'lsin, ishlashga qulay bo'lsin deyotganlar uchun 6 ga 128 3100 Mach bilan jihozlangan o'z davrida legenda bo'lgan S10e smartfoni. Buni sizlarga $120 ga chegirma narxda qo'yib beramiz. Bemalol o'zlaringizga ma'qul kelganini sotib olsalaring bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bu videoda eng arzon smartfon Oqtoyga tanishingizga jo'natib qo'ying. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.